Pensionerlar diqqat bilan eshiting. Agar siz avgust oyida kerakli hujjatni topshirmasangiz, pensiyangiz qayta hisoblanmasligi, ustama yoki indeksatsiya sizga vaqtida qo'llanmasligi mumkin. Bu masala juda muhim. Chunki ko'p odamlar pensiyasi avtomatik oshadi deb o'ylaydi. Lekin ayrim holatlarda tizim sizdan qo'shimcha ma'lumot, ariza yoki tasdiqlovchi hujjat kutadi. Men bugun sizga aynan shu xavfni sodda tilda tushuntiraman. Kimlar hujjat topshirishi kerak? Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Qanday hujjatlar kerak? Qayerga borish kerak? Va qanday xatolardan ehtiyot bo'lish zarur? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot sizga ham, onangizga ham, qo'shnilaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avvallari ko'p pensionerlar uchun pensiya miqdoridagi o'zgarishlar oddiy ko'rinardi. Davlat tomonidan pensiyalar oshirilsa, odamlar keyingi oyda kartasiga ko'proq pul tushishini kutardi. Haqiqatan ham umumiy pensiya oshirilishi yoki bazaviy miqdor o'zgarish ko'p holatda avtomatik amalga oshiriladi. Lekin bu hamma vaziyatda ham shunday degani emas. Pensiya faqat bitta raqamdan iborat emas. Uning ichida asosiy pensiya, qo'shimcha ustamalar, ish staji, ish haqi ma'lumotlari, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati, parvarish puli. Yolg'iz yashovchi pensionerga beriladigan yordam yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar bo'lishi mumkin. Mana shu joyda muammo boshlanadi. Agar tizimdagi ma'lumotlar to'liq bo'lmasa, eski bo'lsa yoki sizning holatingiz o'zgargan bo'lsa, pensiya organi sizga tegishli oshirishni to'liq hisoblab bermasligi mumkin. Ba'zida odam pensiyasi oshmaganini sentabr yoki oktyabrda biladi. Keyin borib so'rasa, unga ariza berishingiz kerak edi. Ish staji bo'yicha hujjat olib kelishingiz kerak edi. Yashash joyingiz bo'yicha ma'lumot yangilanishi kerak edi. Bank rekvizitingiz yoki nogironlik ma'lumotnomangiz tizimda ko'rinmayapti degan javob berilishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Men pensionerlar eng ko'p yo'l qo'yadigan xatoni ko'rsatmoqchiman. Ular masa avtomatik bo'ladi deb kutadi. Lekin ayrim huquqlar faqat murojaat qilingandan keyin ishga tushadi. Ayniqsa avgust oyi muhim bo'lishi mumkin. Chunki ko'plab tashkilotlarda yangi o'quv yili, yangi ijtimoiy to'lov davri, mehnat faoliyati bo'yicha ma'lumotlarni yangilash, talabalik yoki qaramog'idagi shaxslar holatini tasdiqlash. Shuningdek, pensiya qayta hisob-kitoblar uchun hujjatlar aynan shu davrda tekshiriladi. Oldin odamlar ko'proq qog'oz hujjat bilan yurardi. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqida spravka, oila tarkibi haqida ma'lumot, nogironlik bo'yicha komissiya xulosasi, farzand o'qishi haqida ma'lumotnoma, vasiylik yoki qaramog'ida bo'lish hujjatlari alohida olib borilardi. Pensiya bo'limiga borar, navbat kutar. Mutaxassis hujjatlarni ko'rib chiqardi. Qaysidir joyda hujjat yetishmasa, yana tashkilot yurishga to'g'ri kelardi. Hozir ko'p narsa elektron tizimlarga o'tdi. Bu yaxshi tomoni. Ayrim ma'lumotlar idoralararo almashinadi. Odamdan har doim qog'oz talab qilinmaydi. Bank kartasiga to'lov tushadi. Ko'plab xizmatlar davlat xizmatlari markazi yoki elektron portal orqali amalga oshadi. Lekin elektron tizimning ham bir muhim sharti bor. Ma'lumot bazada to'g'ri turishi kerak. Agar ma'lumot noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, eski pasport raqami qo'yilgan bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, ish staji to'liq raqamlashtirilmagan bo'lsa, arxivdagi ma'lumot tizimga ulanmagan bo'lsa, sizga tegishli summa avtomatik chiqmay qolishi mumkin. Masalan, pensioner opa 32 yil ishlagan, lekin elektron bazada faqat 26 yil ko'rinadi. U pensiyam oshsa ham hamma qatori oshadi deb yuradi. Aslida esa ish staji to'liq tasdiqlansa, pensiya hisobida farq bo'lishi mumkin. Yana bir misol, pensioner aka ishlashni davom ettirgan. Qo'shimcha ish staji va sug'urta badallari bo'yicha qayta hisoblashga huquqi bor. Lekin ariza bermasa yoki ish beruvchi ma'lumotni vaqtida topshirmagan bo'lsa, qo'shimcha hisob-kitob kechikadi. Uchinchisi, boquvchisini yo'qotganlik, pensiyasini olayotgan oilada farzand 18 yoshdan oshgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyapti. Agar o'qish haqida ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki ustama berilmasligi mumkin. Shu sababli hozirgi davrda asosiy qoida shunday: davlat oshirishi umumiy bo'lishi mumkin. Lekin sizning shaxsiy pensiya ishingizdagi imtiyoz, ustama yoki qayta hisoblash uchun sizning hujjatingiz hal qiluvchi bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda ishlayotgan pensionerlar e'tibor berishi kerak. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin ham rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish joyingiz orqali sizga ish staji yoki daromad ma'lumotlari qo'shilgan bo'lishi mumkin.
Bunday holatda ayrim qayta hisoblashlar avtomatik ko'rinishi mumkin. Lekin amalda ma'lumot bazaga tushganmi? To'g'ri tushganmi? Pensiya organida ko'rinyaptimi? Buni tekshirish kerak. Misol uchun pensioner aka oyiga 3 million so'm maosh bilan 2 yil ishladi. U o'ylaydi, 2 yil ishladim, endi pensiyam o'zi oshadi. Lekin ish beruvchi hisobotni xato topshirgan bo'lsa yoki shaxsiy identifikatsiya raqamida xato bo'lsa, bu 2 yil tizimda aks etmasligi mumkin. Ikkinchi toifa ish staji to'liq tasdiqlanmagan pensionerlar. Ko'p odamlar sovet davrida kolxozda, zavodda, maktabda, tibbiyot muassasasida, qurilish tashkilotida ishlagan. Hozir esa o'sha tashkilot tugatilgan, nomi o'zgargan yoki arxivga o'tgan. Mehnat daftarchasidagi yozuv bor, lekin muhrni aniq, sana xato, lavozim tushunarsiz yoki ish haqi ma'lumotnomasi yetishmaydi. Agar sizda shunday davrlar bo'lsa, avgustni kutmay hujjatlarni yig'ib qo'yish kerak. Chunki bir kun ichida arxivdan ma'lumot olish qiyin. Ba'zan 10 kun, ba'zan 3 kun, ayrim joylarda undan ham ko'proq vaqt ketadi. Uchinchi toifa, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar. Bu yerda eng katta xato farzandning o'qish ma'lumotnomasiga bog'liq. Agar farzandlar kunduzgi bo'limda o'qisa, ma'lum yoshgacha to'lov davom etishi mumkin. Lekin o'qish fakti tasdiqlanmasa, tizim buni bilmasligi mumkin. Masalan, talaba sentabrda o'qishni boshlaydi. Lekin avgustda hujjat topshirish kerak bo'lgan vaziyat bo'lishi mumkin. Ota yoki ona pensiya bo'limiga borib, farzand qaysi oliygohda, qaysi yo'nalishda kunduzgi yoki sirtqi o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnomani tayyorlab qo'yish kerak. Sirtqi, kechki yoki masofaviy ta'lim bo'yicha qo'yda boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun buni alohida aniqlashtirish zarur. 4-toifa, nogironlik pensiyasi yoki nogironlik bo'yicha ustama olayotganlar. Nogironlik guruhi muddatsiz bo'lsa boshqa, muddatli bo'lsa boshqa. Agar tibbiy mehnat ekspert komissiyasi ko'rgi muddati tugayotgan bo'lsa, hujjat kechiksa, pensiya yoki ustama vaqtincha to'xtashi mumkin. Keyin tiklanadi. Lekin odam 1-2 oy pulsiz qolishi ehtimoli bor. Shu sababli men har doim aytaman, komissiya muddati tugashidan oldin hujjatni tekshiring. Shifokor yo'llanmasini oling, barcha tibbiy xulosalarni yig'ing va pensiya organiga ma'lumot tushganini tasdiqlang. 5-toifa, yolg'iz yashovchi, parvarishga muhtoj yoki qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs bor pensionerlar. Bunday ustamalar odatda shaxsning oilaviy ahvoli, yashash manzili, qaramog'idagi shaxslar daromad holati yoki tibbiy xulosasiga bog'liq bo'ladi. Agar manzil o'zgargan bo'lsa, farzand bilan yashay boshlagan bo'lsa yoki aksincha yolg'iz qolgan bo'lsa, bu holat pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, ishlamayotgan bo'lsangiz, ish stajingiz allaqachon to'liq tasdiqlangan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz, bank kartangiz, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa va qo'shimcha ustamalar talab qilmayotgan bo'lsangiz, ko'p hollarda umumiy oshirish avtomatik qo'llanadi. Ya'ni har bir pensioner yugurib hujjat topshirishi shart degan gap emas. Lekin men baribir bitta oddiy tekshiruvni maslahat beraman. Pensiya miqdoringiz qanday shakllanganini, tizimda sizning ish stajingiz necha yil ko'rinayotganini, qanday ustamalar borligini bir marta aniqlab oling. Chunki odam 10 yil pensiya olib yurishi mumkin. Lekin pensiya ishida bitta eski xato turgan bo'lishi mumkin. Bu xato faqat qayta tekshiruvda yoki murojaat qilinganda chiqadi. Ayniqsa katta yoshdagi odamlar hujjat ishlaridan charchaydi. Farzandlarga aytmaydi. Mayli, shu ham yetadi deb yuradi. Aslida esa qonun bo'yicha berilishi kerak bo'lgan pulni olish uyaladigan ish emas. Bu sizning mehnatingiz, sizning huquqingiz. Tasavvur qiling, bir pensioner onaxon 1 million 2,5 ming so'm pensiya oladi. Davlat tomonidan umumiy oshirish bo'ldi. Deylik, u 10% atrofida kutyapti. U o'ylaydi, pensiyam 1,5 ming so'mga oshadi. Lekin uning pensiya ishida qo'shimcha 5 yillik ish staji tasdiqlanmagan. Agar o'sha 5 yil qo'shilsa, pensiya bazasi o'zgarishi, keyingi oshirish ham yuqoriroq summadan hisoblanishi mumkin. Demak, masala faqat bo'yda 7 ming yoki 7 ming so'm olish emas. Bazaviy hisob to'g'rilansa, kelajakdagi har bir oshirish ham to'g'ri raqamdan boshlanadi. Yana bir misol, pensioner aka pensiyaga chiqqandan keyin qorovul bo'lib ishlagan. U 2 yil davomida rasmiy maosh olgan. Unga har oy pensiya ham maosh ham tushgan. Keyin u ishdan chiqdi va pensiyam qayta hisoblandi deb kutdi. Lekin ariza bermadi. Ish berganda bitta harf xato ketgan.
Natijada tizimda uning yangi ish davri ko'rinmadi. Agar u avgustda borib tekshirsa, xatoni tuzatishga ulguradi. Agar dekabrda bilsa, to'lov kechikadi. Qayta hisob kitob uchun yana vaqt ketadi. Uchinchi vaziyat, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan ona bor. Uning o'g'li kollejni tugatib institutga kirdi. Ona o'ylaydi, bola hali o'qiyapti, demak pensiya davom etadi. Lekin pensiya organi buni avtomatik bilmasligi mumkin. O'qish haqida ma'lumotnoma topshirilmasa, bola universitetga yoshga to'lganidan keyin to'lov to'xtab qolishi ehtimoli bor. Keyin ona hujjat olib keladi, qayta tiklash so'raydi. Ammo bu orada oilaning oylik daromadida bo'shliq paydo bo'ladi. 4-misol. Nogironligi bo'lgan pensionerga ustama beriladi. Uning komissiya muddati 1 sentyabrda tugaydi. U avgustda shifokorga bormadi, hali vaqt bor dedi. Sentyabrda navbat, tahlil, hujjat, komissiya xulosa bilan ovora bo'ldi. Shu vaqtda to'lov kechikdi. Agar u yil oxiri yoki avgust boshida harakat qilganda bunday uzilish bo'lmasdi. Eng birinchi nozik nuqta har bir oshirish indeksatsiya emas. Odamlar indeksatsiya so'zini har qanday pensiya o'sishiga ishlatadi. Aslida pensiya o'sishi turli sabablarga ko'ra bo'lishi mumkin. Davlat tomonidan umumiy miqdor o'zgarishi, eng kam miqdorlar qayta belgilanishi, ish staji qo'shilishi, ish haqi ko'rsatkichlar qayta hisoblanishi, nogironlik guruhi o'zgarishi, ustama tayinlanishi yoki avvalgi xato tuzatilishi. Shuning uchun menga indeksatsiya bo'lmadi deganda. Avvalo qaysi turdagi o'shirish haqida gap ketayotganini aniqlash kerak. Ikkinchi nozik nuqta, hujjat topshirilgan sana muhim. Ba'zi to'lovlar murojaat qilingan kundan, ba'zilari huquq paydo bo'lgan kundan, ba'zilari esa belgilangan muddatdan hisoblanadi. Agar siz hujjatni kech topshirsangiz, hamma pul orqaga to'lib beriladi deb o'ylamang. Ayrim holatlarda qayta hisoblash muddati cheklangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun keyin olib boraman degan odat zarar keltiradi. 3-nozik nuqta. Og'zaki javobga ishonib qolmang. Pensiya bo'limiga borib, navbatchi xodimdan kerak emas degan gapni eshitdingiz deylik. Balki u umumiy holatni aytgandir. Balki sizning shaxsiy ishingizni ko'rmagandir. Men har doim maslahat beraman. Ariza yozing, ro'yxatdan o'tkazing, kirim raqamini oling. Shunda sizning murojaatingiz rasmiy ko'rib chiqiladi. Og'zaki gap esa keyin isbot bo'lmaydi. 4-nozik nuqta. Bank kartasi va shaxsiy ma'lumotlar. Ba'zan pensiya tayinlangan, oshirilgan, lekin to'lov bankdagi muammo sababli kechikadi. Kartaning muddati tugagan, hisob raqami o'zgargan, pasport yangilangan, familiya o'zgargan. Telefon raqami bankda boshqa turibdi. Pensioner esa pensiya bo'limi bermayapti deb o'ylaydi. Aslida pul o'tkazish zanjirida bank ma'lumotlari ham muhim. 5-nozik nuqta, mahalla tibbiyot muassasasi, arxiv va ish beruvchi ma'lumotlari bir-biriga mos kelishi kerak. Agar bir hujjatda ism Gulnora, boshqasida Gulnora deb yozilgan bo'lsa, tug'ilgan sana bir joyda 1928, boshqa joyda 1949 bo'lsa, tizim buni boshqa odam deb ko'rishi mumkin. Ayniqsa eski hujjatlarda bunday xatolar ko'p uchraydi. Shuning uchun hujjat yig'ayotganda har bir harf, sana, muhr va imzoni tekshiring. Endi eng muhim qismga o'taman. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, JSHR raqami, pensiya daftarchasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqida eski spravkalar, nogironlik bo'yicha xulosa, o'qish haqida ma'lumotnoma, oila tarkibi yoki yashash joyiga oid hujjatlar bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Hujjatlar eski bo'lsa ham tashlab yubormang. Eski qog'oz ba'zan bugungi pensiya hisobida juda katta rol o'ynaydi. Ikkinchi qadam, o'zingizga savol bering. Oxirgi 1 yil ichida mening holatimda nima o'zgardi? Ishga kirdimmi yoki ishdan chiqdimmi? Nogironlik guruhim o'zgardimi? Farzandim 15 yoshga to'ldimi? Talabalik boshlandimi yoki tugadimi? Turmush o'rtog'im vafot etdimi? Yashash manzilim o'zgardimi? Pasportim yangilandimi? Bank kartam almashtirildimi? Qaramog'imda kimdir paydo bo'ldimi yoki aksincha mustaqil bo'ldimi? Mana shu savollar sizga qaysi hujjat kerakligini ko'rsatadi. 3-qadam, tuman yoki shahar pensiya bo'limiga murojaat qiling. Hozir ko'p xizmatlar davlat xizmatlari markazi orqali yoki elektron portal orqali ham bo'lishi mumkin. Lekin katta yoshdagi odam uchun eng ishonchli yo'l yaqin qarindoshi bilan birga borib, shaxsiy pensiya ishi bo'yicha tekshiruv so'rash. Mening pensiyamga indeksatsiya yoki qayta hisoblash to'g'ri qo'llanganmi? Ish stajim to'lib ko'rinyaptimi?
qo'shimcha hujjat talab qilinadimi deb aniq so'rang. Umumiy pensiyam oshadimi deb so'rasangiz umumiy javob olasiz. Aniq savol bersangiz aniq tekshiruv bo'ladi. 4-qadam ariza yozing. Arizada ismingiz, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, JSHSH raqamingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi va murojaat mazmunini yozing. Masalan, menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni, ish stajim va mavjud ustamalar bo'yicha ma'lumotlarni aniqlashtirib, zarur bo'lsa qayta hisob-kitob qilishni so'rayman. Agar boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, farzandning o'qishi haqida yozing. Agar nogironlik bo'lsa, komissiya xulosasi va muddati haqida yozing. Agar ishlagan davringiz qo'shilmagan bo'lsa, qaysi yillarda, qaysi tashkilotda ishlaganingizni ko'rsating. 5-qadam, arizani shunchaki berib ketmang. Qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. Agar davlat xizmatlari markazi orqali topshirsangiz, kvitansiya yoki ariza raqamini saqlang. Agar elektron topshirsangiz, ariza holatini kuzating. Telefon orqali so'raganda ham shu raqam kerak bo'ladi. Hujjatni topshirdim. Lekin kim oldi, qachon oldi, qayerda turibdi, bilmayman degan holat bo'lmasin. 6-qadam, yetishmayotgan hujjat bo'lsa, darhol yig'ishni boshlang. Ish staji uchun arxivga murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. Eski ish joyi faoliyat yuritayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limidan ma'lumotnoma so'rang. Tashkilot tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. O'qish ma'lumotnomasi uchun ta'lim muassasasiga murojaat qiling. Nogironlik bo'yicha esa oilaviy poliklinika, davolovchi, shifokor va tibbiy komissiya tartibini oldindan boshlang. 7-qadam, javobni kutib o'tirmasdan belgilangan muddatda qayta so'rang. Odatda murojaatlar ma'lum ish kunlari ichida ko'rib chiqiladi. Lekin hujjat murakkab bo'lsa, qo'shimcha tekshiruv talab qilinishi mumkin. Siz xotirjam lekin qat'iy bo'ling. Mening arizam qaysi bosqichda? Qo'shimcha hujjat kerakmi? Qayta hisoblash bo'yicha qaror qabul qilindimi deb so'rang. Bu sizning huquqingiz. Birinchi xato, qo'shnimga kerak bo'lmagan ekan, menga ham kerak emas deb o'ylash. Pensiya ishi har bir odamda alohida. Qo'shningiz 35 yil ish staji bilan oddiy yoshga doir pensiya olayotgandir. Sizda esa nogironlik ustamasi yoki boquvchisini yo'qotganlik holati bordir. Bir odamning javobi boshqasiga to'g'ri kelmaydi. 2-xato, hujjatni oxirgi kunga qoldirish. Avgustda topshirish kerak bo'lgan narsani o'tma avgust kuni boshlash xavfli. Chunki o'sha paytda arxiv yopiq bo'lishi, mutaxassis ta'tilda bo'lishi, ta'lim muassasasi hali ma'lumotnoma bermayotgan bo'lishi yoki tibbiy komissiyaga navbat cho'zilishi mumkin. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l avgustning birinchi yarmidayoq tekshiruvni boshlash. 3-xato, hujjat nusxasini saqlamaslik. Har bir ariza, har bir ma'lumotnoma, har bir javobning nusxasini olib qo'ying. Telefoningizga suratga tushirib saqlang. Farzandingiz yoki ishonchli odamingizga ham yuboring. Katta yoshdagi odamlar ko'pincha qog'ozni bir joyga qo'yib unutadi. Keyin yana boshdan yurishga to'g'ri keladi. 4-xato, notanish vositachilarga pul berish. Pensiya hujjatlari bo'yicha men tezlashtirib beraman, men oshirib beraman, menda tanish bor degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Qonuniy asos bo'lmasa, hech kim pensiyani shunchaki oshirib bera olmaydi. Qonuniy asos bo'lsa, siz buni rasmiy ariza bilan ham qilasiz. Pul berib, keyin hujjatsiz qolib ketmang. 5-xato, noto'g'ri ma'lumot berish. Ba'zi odamlar ustama olish uchun oilaviy holatini yashiradi, daromadini aytmaydi yoki qaramog'idagi shaxslar haqida noto'g'ri ma'lumot beradi. Keyin tekshiruvda ortiqcha to'langan pul aniqlansa, uni qaytarish talab qilinishi mumkin. Bu juda noqulay vaziyat. Shuning uchun faqat to'g'ri tasdiqlangan ma'lumot bering. Avgust oyida men pensionerlarga 5 ta narsani tekshirishni maslahat beraman. Birinchisi, pensiya turi va miqdori. Siz yoshga doir pensiya olayapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami? Har birining qo'yidasi boshqacha. Ikkinchisi, ish staji. Pensiya ishida necha yil ko'rsatilgan? Sizning qo'lingizdagi mehnat daftarchasidagi yillar bilan mos keladimi? Ayollar uchun bola parvarishi davrlari, harbiy xizmat, o'qish davri, ayrim imtiyozli ishlar qanday hisoblanganini ham aniqlash kerak. Bu masalada har bir holat alohida tekshiriladi. 3-chisi, ustamalar. Sizga nogironlik, yolg'iz yashash, qaramog'idagi shaxs, maxsus unvon, alohida xizmatlar yoki boshqa asos bo'yicha ustama tegishlimi? Agar tegishli bo'lsa, u tayinlanganmi?
tayinlangan bo'lsa, muddat tugamaganmi? 4-si shaxsiy ma'lumotlar. ID karta, yashash, she'r, manzil, telefon, bank rekvizitlari to'g'ri turibdimi? Kichik xato ham to'lovni kechiktirishi mumkin. 5-si huquqni tasdiqlovchi yangi hujjatlar. Farzand talab bo'lsa o'qish ma'lumotnomasi, nogironlik bo'lsa komissiya xulosasi. Ishlagan davr bo'lsa ish beruvchi yoki arxiv ma'lumoti, oilaviy holat o'zgargan bo'lsa tegishli tasdiq hujjat kerak bo'lishi mumkin. Men aytmoqchi bo'lgan asosiy fikr shu. Pensiya oshish ko'p holatda avtomatik bo'lishi mumkin. Lekin sizning shaxsiy holatingizga bog'liq indeksatsiya, qayta hisoblash yoki ustama uchun hujjat hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ayniqsa avgust oyida vaqtni boy bermang. Pensiya ishingizni tekshirtiring. Ish stajingizni aniqlang. Farzand o'qishi, nogironlik muddati, bank rekviziti, manzil va qo'shimcha ustamalar bo'yicha hujjatlarni tartibga keltiring. Bir kunlik e'tiborsizlik keyingi oyda pensiya kechikishi yoki kam hisoblanishi olib kelishi mumkin. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa, bu videoni ularga ham yetkazing. Kommentariyada yozing. Sizda pensiya oshishi, indeksatsiya yoki hujjat topshish bo'yicha muammo bo'lganmi? Qaysi hujjatni so'rashdi? Qancha vaqt kutdingiz? Fikringiz boshqalarga ham yordam beradi. Like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bundan keyin ham pensionerlar nafaqalar, ijtimoiy to'lovlar va huquqlaringiz bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman.